Assalomu alaykum azizlarimiz. Mana biz bugun Dubai Mall'dan boshladik. Bir qadam Dubai Mall. Всегда можно пойти, до 10-11 пойти aylanib olsa bo'ladi. Lekin Dubayda faqat Dubai Mall degani emas, Dubayda mana bunaqa Welcome to Dragon Center. Dragon Center bo'ladi, Dragon Market. Mana shu yerda joningizni bilan Sharabara Xitoy. Endi lekin oldin bozorda hozir qanaqadir sentr magazinni bo'lib qoldi. Sal son kirganga o'xshayapti. Bir aylanamiz. Risnitsi, по мелочам, булавки, резиночки. Mana shu qayerda qarasa bo'ladi. Yana sekin tanishtirib o'tamiz. Baribir ko'rish kerak. Hamma narsa Dubai Mall degani emas. Dubai Mallda oladigan narsang bor. Mana bu sentrdan по мелочам oladigan narsalaring bor. Никогда нельзя. Mana ko'pchilik lokal odamlari, butun o'zini arablari mana shu yerdan narsa oladi. Lekin atta sumkalarni ko'tarib Dubai Mallda yuradi. Tak что aylanamiz. Tamam. Vaqtmiydi, dedi. Masal bundan qattiq. Lekin collection chiqadi. Вот, цвет красивый. Baylangan. Мои девушки приехали, подружки мои, так что... Mansuraga. Юлька говорит, тренки. Юлька говорит, отдыхайте. Все, вот. Ай, кушать надо. Дышите морским воздухом. Aldım bana. Розовый. Boşsunlar. Bundan artık arkadaş olmayı da Вы не поверите, yana презентация bo'lgan restoranga qaytib keldik. Osh yegani, теперь спецзаказ, отдельно osh. Можно заказывать. Mehmonlar bilan o'tirish bo'lganda, boshqa bo'lganda xorezmский plov, какой хотите plov zakaz qilib yesa bo'ladi. Biz отдельно osh zakaz qilib keldik. Xorazmlik saltanatdan keldi. Ben bir şey yerden daha halat. Balig'ini отдельно ko'rsataman bularni.